O, kim keldi? Ayol kishimi? Bochkani kim yo'lga qo'yib qo'ydi? Shogirdimi urvordingiz? O'lmadi-ku. Mashinani kim yurdi? Mo'ynalashtirib beringlar. Almashtirib beramiz, faqat qimmatroq bo'lyapti. Ustoz? Bu elektromobil-ku, motori yo'q-ku. Qo'yursin-chi, o'zini oyog'im bilan keltirib tukib, past ketish. Menga qara, hozir moya almashtirganda bo'lamiz-da, taqalatib pulni olamiz. Yo, siqib istasizda. Yo, ishchan demoqchi edim. Bo'p qoldinglarmi? Opa, motoringizni moyni almashtirib bo'ldik. Skidda sizga 970 ming berdik. Mana 1 million. Shogird, opangga tezda qaytar. Ha. Shularmi? Shular. Okeli, nekrasivish qilsizlar, ayol kishi deb tushunmaydi deb tiqib yuborish yaxshi emas lekin. Ustoz, men sizga aytdim, o'ldik. Unaqa emas-da, zdatchidan 10 ming so'm kam beribsizlar. Yigit ham lo'q ekan.